Assalomu alaykum bütün dunyodagi barliq aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarga Uyg'ur Adliya arxiv ambiridagi barliq xizmatchilardan o'tliq salom. 2021-yili muhojiratdagi hammamizga qayg'u hasratlik, besimga to'lgan bir yil bo'lish bilan birga o'z vaqtida yana har qanday vaqtdan cho'ng natijalarni olgan. Jumladan Uyg'ur da'vosi sirtqi jihatdan nihoyatda cho'ng himoya va qo'llashga erishgan bo'lsaqmi, İçimizdeki cengi jadallarga to'xtab qolmay, til dashnamlar ichida yaxshi strategiya bilan texmi ilgirlagan bir yil bo'ldi. Bo'libmi Uyg'ur zotidan Xitoyga berilgan hukm barliq Uyg'urlarni umidlantirishdan boshqa bizga qildigan texmi nurg'un ishlarni ko'rsatib bergan bo'ldi. Dünya Uyg'ur qurultayining yetaklashida Uyg'ur da'vosidagi bu hech qachon ko'rilib boqmagan cho'ng hamkorlik va tirishishdan keyin biz o'zimizning qilayotganlarning Xitoyga dal va to'g'ri zarb berayotganligini to'xmi cho'nqur tushunib yetdik. Lekin bu bir yil jarayonidagi jiddiy xizmatlar natijasida yana nurg'un qarindoshlarimizga yetishamagan, savollarga javob berolmagan, ham ularning ko'nglini ranjitib qo'ygan yerlarimiz bo'ldi. Shundaqla bir qism qasddan chiqarilgan o'rinsiz jadallarmi bizning texmi salmoq tirishishimizga turtki bo'ldi. Bu jarayonda Uyg'ur Adliya arxiv ambiriga yordam bergan, hamkorlashgan barliq tashkilotlar va shaxslarga cho'nqur va samimiy hurmatimizni va tashakkurimizni bildiramiz. 2022-yil bizni texmi cho'ng xirislar va natijalar saqlab turmoqda. Vatan va millatning hurligi, mustaqilligi va istiqboli uchun albatta bizning bilimiz azaldan chin bog'liqlik va bu jangga har qachon tayyor. Uyg'ur Adliya arxiv ambiri yangi yildan keyinlar Turkiyada yana guvohlik xizmatlarimizni boshlab ketmoqchi. Bu qatimqi maqsadimiz bir necha turlik bo'lib, yangi guvohliklarni bevosita berib chiqqandan boshqa Kanada va Argentinadagi sotlar uchun muhim bo'lgan guvohchilardan guvohlik olmoqchimiz. Bu guvohliklar Uyg'ur majburiy amgaki bilan munosabatli bo'lib, birinchisi 2010-yildan keyin Sharq Turkistonda majburiy paxta ishlab chiqarish qatnashgan. Ya'ni majburiy paxta tergan, jiqqan, paxta etizlarining suv inshooti uchun majburiy hashar qatnashgan yoki paxta mahsulotlari ishlab chiqarishning har qanday bir ishlab chiqarish zanjiriga majburlangan guvohchilarning bizga bu to'g'riliq guvohlik berishini umid qilamiz. İkincisi, Sharq Turkistonda quyosh nuri energiya taxtasi ishlab chiqarishning har qanday bir ishlab chiqarish zanjiriga majburiy qatnashgan guvohchilar bo'lsa, biz bilan aloqa qilishni umid qilamiz. Quyosh nuri energiya taxtasi polisilikonni xom ashyo qilib ishlab chiqaradigan bo'lib, bu modda odam badani va muhitga nihoyat og'ir ziyonli. Xitoy o'zining zo'r bir qism quyosh nuri energiya taxtasini Sharq Turkistonda ishlab chiqarib dunyoga tarqatadi. Agar bu tarafda Xitoyga unumli zarba bera olsak, bu bizning cho'ng to'pimiz hisoblanadi. Uchinchisi, pomidor qiyamini ishlab chiqarishning har qanday bir ishlab chiqarish zanjiriga majburiy qatnashgan guvohchilar bo'lsa, bizga guvohlik berishni umid qilamiz. Mo'ljalashlarga qaraganda Sharq Turkistonda ishlab chiqargan pomidor qiyami dunyoda ta'minlanayotgan pomidor qiyamining taxminan 20% dan ortiq bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy afzalligidan foydalanib, yuqori sifatdagi pomidor qiyami ishlab chiqarish uchun son-sanoqsiz Uyg'urlarni majburiy pul o'rnida ishlatayotganligi bizga sir emas. Ham buningdan Xitoy zo'r manfaat topganmoqda. Shunga pomidor qiyami ishlab chiqarishga, ya'ni terish, yig'ish, to'shish, zavodda ishlash qatorliq har qanday bir turga majburiy qatnashgan guvohchilar biz bilan aloqalashsa bo'ldi. To'rtinchisi, elektr mahsulotlari ishlab chiqarishga majburiy qatnashganlar bo'lib, Xitoy Uyg'urlarni turkumlab ishkir o'lkalarga yo'tkab, mush xildagi mahsulotlarni majburiy ishlatayotganligi uzun yillar bo'ldi. Urumchi namoyishiga sabab bo'lgan Shovgandagi o'yinchiq zavodida begunoh o'ldirilgan qarindoshlarimiz dal mushundaq majburiy ilib berilgan ishlamchilar edi. Hozir vatanimizning har qaysi joylarida eksport qilingan elektr mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan kurmilgan qul ishchilar mavjud. Biz buni nurg'un chiqqan filmlardan ko'ryapmiz. Shunga bu turdagi ishlab chiqarish qatnashgan guvohchilarning biz bilan aloqa qilishini chaqiriq qilamiz. 5-inchisi bo'lsa Fransiya ommaviy televiziyasida ishlaydigan bir hujjatli film ishlovchi Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish masalasida
hujjatli film ishlayotgan bo'lib, Sharq Turkistonda Xitoy bostirishlarınınki ziyonkashlikka uchragan guvohchilar bilan ko'rishmoqchi. Hammadan muhimi, tug'maslik yoki majburiy bola tushirish operatsiyasi qildirgan ayollar, bolalarning ota-onasidan tortib olib majburiy ilib ketganligini ko'rganlar, hatto Iroqdagi yotoqlik maktablarga avatilgan yoki majburiy Xitoylar tarafidan beqilingan bolalar ham majburiy Xitoyga to'y qilib yotliq qilingan ayollar bilan ko'rishmoqchi yoki buni taniydiganlar, ko'rganlar bo'lsin bo'ldi. Bunun bilan birga yaqinqi vaqtlarda lagerlarda yuz bergan ishlarni ko'rsatib bera oladigan surat yoki sin materiallar bo'lsa-mu, ko'rishni orzu qildi. Bu film ishlaguvchi talab qilgan ahvollarda guvohchilarning chiroyini suratga olmaslikka kapolatlik qildi. Bu bir nihoyatda muhim guvohlik bo'lib, biz necha 10 Uyg'urning ishlagan filmlardan bir G'arb televiziyasining ishlagan yuqori saviyadagi hujjatli filmi dunyoning diqqatini tortib qilishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga yana bir qatim diqqat berishi mumkin. Agar yuqoridagi turlarda faqat Turkiyada emas, dunyoning har qanday yeridagi guvohlik berishni xohlaydigan kishilar bo'lsa, biz bilan darhol aloqa qilishni umid qilamiz. Men bilan 0047 99 85 07 02 nomer orqali telefon, WhatsApp, Telegram, signal qatorli har qanday bir aloqa vositalari bilan aloqalasha olasiz. Oxirida barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning o'z urug' tuqqanlari va tonish bilishlari uchun davomli guvohlik berishi, biz uchrayotgan bu qirg'inchilik va zulmni dunyoga anglitishda to'xtab qolmasligini davomli kuch chiqarishni umid qilamiz. Shundaqla butun dunyodagi barliq Sharq Turkistonliklarningki lagerga solanganlarning tizimligini orqalashtirish xizmatiga yordam qilishni va o'z tonish bilishlari, urug' tuqqanlarini tizimlatib, arxivlashtirib, Xitoyning lagerda begunoh o'lib ketgan, izdiraksiz yo'q qilib etilgan kishilar uchun harakat ko'tishni jiddiy talab qilamiz. Ham butun dunyodagi barliq tashkilotlar va jamoat arboblarining bu xizmatga jiddiy qarab, xalqqa chaqiriq qilishni va tashkillik harakatga o'tib, tashviqot va arxiv yig'ish xizmatlariga yordamda bo'lishni umid qilish bilan birga 2022-yilning har bir Sharq Turkistonlikqa va tashkilotlarga xayrlik bo'lishini umid qilamiz. Jumladan vatnimizdagi shu zulmda qolgan butun millatimizga osonlik va omonlik tilab, pat fursatda ulug' vatnimizning bayrog'ini o'z osmonimizda lapiltishga ulug' Allohdan osonlik talab qilamiz. Hammalarga rahmat, omon bo'linglar.